Assalomu alaykum do'stlarim, obunachilar. Mana bugungi keyingi videolarimiz Matiz haqida bo'ladi. Matiz Prosto Best'dan ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Mana bugun videomiz endi Matiz haqida bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, mana o'zimizdan olishga harakat qilamiz. Aka, bu yili nechi buni? Ha? Ochasizmi uni? 2013-yil Matiz. Benzinga, metanga aka, metanga. Suratlar Matiz. Matiz. Prosto aka. Aka, bu gidrolik bormi yo'qmi? Gidrolik yo'q, ha? Gidrolik yo'q, prosto. Arqa holatlari. 2013-yil metallagan o'sha. O'rtala bolalar o'rtacha holatda. Mana bolalar qo'yilgan ekan. Kraskalar yo'q aka buni? Kraskasi aka nima edi? Kapot uchiga faqat. Kapot tushiga. Yurgani qancha? Yurgani 50 ming radno o'zniki. 50 ming. Narx qancha buni aka buni? Narx pul bo'lsa 3 nafasi bo'ladimi u? 3 ta taqalgan. Telefon nomeri ayting. 77 024 81 17. Malaka bozor do'st. Keyingi mashinamiz Matiz 2009-yil betallagan mashina. Hamma taxmiratlar. Matiz. Prosto portali bo'lgan. Yangi balon qo'yish kerak ekan. Balonlar charchagan ekan, sana holatlari. $369 ming yurgan ekan. Prosto. Aka gidrolik yo'q, ha? Prosto. Prosto, kon prosto, Matiz. Fuling. Kraska qanday aka bu? Kraska asset qilingan, metnalari bor. 15%. Urilgan Yo'q, ular narx qancha ekan aka buni? 2,5 deyapmiz. Sizni kanalingizdan kelsa, o'tib beramiz. Bular aka narx pul. Naqd pul bo'lsa, sizni kanalingizga kelishni beramiz. Telefon nomeri ayting. 93lik 179 52 48. Mayli aka, bozor bersin. Keyingi mashinamiz Matiz Best 2010-yil metamollagan mashina. Ko'p porshili Matiz. Best qiziq ekan obunachilarimiz uchun. To'rttala bilan o'rtacha holatda. To'rttala holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Salom holatlar. Matiz Best Lux konditsioner. Kraskalar bor ekanmi? Oldi krillosida bor, eshigida bor, oldi eshik. Oldi shopir tarafmi? Krilla. Yurgani qancha? 2,5. 2,5 kirib yurgan. Nech pul deyapsizlar? 3 ming deyapmiz aka. Naqd pul bo'lsa qanchalarga bitadi aka buni? Oxiri 2800 bo'lsa beraman. 2800. Telefon nomeri ayting. 94lik 055 49 99. Mayli aka, bozor bersin. Keyingi mashinamiz 2011-yil Matiz Prosto. Amatör holatlar. To'rtta yangi bolalar qo'yilgan ekan. Sana holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Manzaralari. Yili 8 ming yurgan. 2011-yil Matiz Prosto. Qiziqqan bo'lachilarimiz uchun. Aka, bu kraskalar xillari bu? Shopir taraf krilla bilan kapota. Tamam. Udar bo'lmagan, ha? Yo'q. Motorlari plomb turibdi. Qancha yurgandingiz? 58 ming. 58 ming yurgan, ha? Masha benzinga aka? Benzin. Turgan mashina bayda. Narx qancha ekan? 3200. Naqd pul bo'lsa qanchalikda? Kelishamiz telefon qismida. Telefon nomeri ayting. 90lik
24, 48 kredit. Mayli aka, bozorni bersin. Mana keyingi mashinamiz 2009-yil Best Matiz. 4 ta kilometr diskalar qo'yilgan. Bolalar o'rtacha holatda. Masallarni ko'rsatib o'tamiz. To'rt Porsche Best Matiz Lux. Oyna tushirib qo'ygan knopkalar bilan Best'dagi. Arqa holatlar. Mashina metangan. Tabalolar bor, 65 talik. Kraska mana shu bitta eshik bilan shu arqa krылоga bor ekan. Shogirddan. Yurgani qancha bilan? 3,5 kilo yurgan, ha? Narx qancha ekan bu narxi? Коробка, ходовой hammasi 3300 deyapmiz, kami bu. 3 tapasi bo'ladimi? Naqd pul bo'lsa. 3 bo'lsa beramiz. 3 bo'lsa berasiz. Telefon nomeri ayting. 90lik 90lik 604 604 74 74 75. 74 75 ha. Mayli aka, bozorimiz. Keyingi mashinamiz 2010-yil Matiz. Ko'rsatib o'tamiz. Matiz 2010-yil 4 tala bilan yangi bolalar qo'yilgan. Masalan, holatni ko'rsatib o'tamiz. Masalan, bar pullar qo'yilgan ekan. Masalan, holatlar. Lux ekan. Lux 5 konditsioner. Motori bor. Şu holatlari 2010-yil Matiz. O'rtacha holatda. Aka, bu kraska aqirlari bor ekan. Toza. 2010-yil. Yurgani qancha? 120 aka, tablo almashgan, kelgan tablo qo'yilgan. 120 o'zi. Gazgami shu? Ha, propan tabletga propan. Kur bola yangi, motor bo'lgan, ходовой diksiya qilingan ходовойlar. Sumka bo'lgan. Shumka bo'lgan. Narx qancha ekan? Buni 3200 deyapmiz aka. Kelishib beradigan. Naqd pul bo'lsa qanchalar bitta aka? Naqd pul 3 million aka, 3 million desa bo'ladi aka. 3 million. 3 million. Mayli aka, bozorimiz. Telefon nomeri ayting. 97lik 385 13 12. Mayli aka, bozorimiz. Keyingi avtomashinamiz Metallica Svet Best 2005-yil Tour Porsche'ni. Shuni propan bo'lagan motor holatlari 2005-yil Best Matiz. Tour Porsche'ni ham salon holatlari. Matiz Lux konditsioner. Konditsioner ishlarini yo'q bilmadim. Konditsionerlar bor. Best qiziq ekan obunachilarimiz. Aka, bu qaraverasiz kimlar? Kraska qilari bor ekan. O'rnasi jet bo'lgan-a? Yurgani qancha? Bo'lgani 2300. Yurgani. Bo'lgani 210 ming. 2300 ha. 2000 da bo'lam aka, naqd pul bo'lsa. 2100 da. Telefon nomeri ayting. 97lik 97lik 313 22 33. Nol bir ekan bu, generaldan chiqadimi? Keyin bo'ladi aka. Mayli aka, bozorimiz bersin. Avtomashinamiz 2017-yil Matiz Prostoy. Motor holatlari ko'rsatamiz. Motorlar. Mashina metangan 65 talik. Kameralari. yil Prostoy. Ikkirik yurgan ekan. Ana shu ikkalari misrabgan. To'rtta gavra bolalar qo'yilgan, bolalarni o'rtacha holatda. Mana arqa holatlari. Aka, bu kraska qilari bor ekan. Qaysi detali?
Tomon pastda bor, orta eshik pastda bor. Ha, o'ng taraf ha. O'ng tarafdan. Yurgani qancha? 2 ruk dedingiz-a? 2 ruk. Narx qancha ekan buni? Bo'lish 3000. 3000 undan pasay bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lish 3000. Telefon nomeri ayting. 94lik. 120 0440. 640. Bu general ham chiqadimi? Chiqadi. Mayli aka, bozor bersin. Keyingi avtomashinamiz 2017-yil Matiz Prostoy. Motor qo'yadilar o'sha. Metal bo'lgan bu. Gazlar bu. To'rttala bo'lgan. To'rtta yaxshi bolalar qo'yilgan ekan. Salonlari. Prostoy Matiz 2017-yil. Ana holatlarni misrop qo'yib. Arka holatlari. Aka bu kraska qilari bor ekan. Kraska toza. Yurgani qancha? Bu to'rtming deyapsiz, kestirib beramiz. Yurgani qancha? 66 ta. 16 ta. To'g'rimi aka? Kelishtiradigan aka, baland emas. Narxlar tushyapti o'zi. 3800 ta beramiz aka. 3,5 bo'ladimi narx pul o'zi? 3600 lachi. Oxiri 3800. 3800 ha. Telefon nomeri ayting. 90lik. 90lik 276 276 4985. 4985. Mayli aka, bozor bersin. Avtomashinamiz 2013-yil. Arabanga mashina. To'rttala bo'lgan. Yaxshi bolalar qo'yilgan ekan. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Salonlar. Avtomat ekan, 2013 avtomat. Qiziq kombinatsiyalar uchun. Salon holatlar. Metalik svet. Kimga qiziq bo'lsa avtomat aloqa chiqasizlar. Ha, to'rttala karometrlar qo'yilgan. Diskalar. Aka bu kraska toza ha? Bagaj shaxsiy banka qattiq yuzasiz. Qaraverasizmi? Qaraverasizmi? Arqa bagajga kraska. Bagaj shaxsiy. Yurgani qancha? 24 ming. 24 ming halol aka. Halol. Narx qancha ekan? 5 ming deyapsiz kamida. Kelishtiradigan aka. Aka oxiri qirol desa beramiz. Qirol. Rubba daveniz bo'ladi. Telefon nomeri ayting. 90lik 276 4985. 4985 ha. Mayli aka, bozor bersin. Keyingi avtomashinamiz 5 4 Porschega 2011-yil. O'sha metanga. Motor holatlari 4 Porsche Lux 5 konditsioner. To'rttala yaxshi bolalar qo'yilgan ekan. Salon holatlar. 5 qiziq obunachilarimiz uchun. Arqa holatlar. Aka yurgani qancha buni? 4 bo'ldi aka. To'rtkurik bo'lgan ha. Qonnasi shit bo'lgan ha? Ha, Qonni. Urilgan, yo'q, turtilgan joyi yo'q ha? Qurilgan nasib bor edi, shunga asijib bo'lgan. Qonni ha. Narx qancha ekan? 2800 so'rayapmiz, kelishib beramiz. 2800 ha. Ha. Naqd pul bo'lsa qanchalar bitta aka? 2,5 pasay bitami? Ha, kelishtirib beramiz aka. Qancha bo'ladi aka bu? Kelishtirsa tezroq sotiladi-da. 2400 ga beramiz. Oxiri taqilgan narxi. 2400 ha. Telefon nomeri ayting. 70lik kod 232 51 21. 5120. Mayli aka, bozor bersin. Keyingi avtomashinamiz Matiz 2004-yil. Gidravlikasi bor, prosto nurlar. Misroq degan. Motor holatlar. Telefon bo'ronligi. To'rttala balon, yoki bolalar qo'yilgan ekan. O'rtacha holatda bolalar. 2004-yil.
Salom yurgani past 3 ko'rik bo'lib qolibdi. 3 ko'rik yurgan. 277 mingmi yurgan ekan. Past 3 ko'rikdan. Bunaqa holatlari. Aka bu kraska xillari bor ekan. Tomdan past bo'lib bo'lgan-a? Tomdan past ham aka. Narx qancha ekan buni? 25 million. 25 million. Narx pul bo'lsa qancha bo'lar aka? 23 lagan. 23 lagan. Xarajat yo'qmi? Xarajat yo'q, umuman yo'q. Motor, korobka, hadovoylar. Benzinga ham yuradi, ha? Telefon nomeri ayting. 25 million. 93lik 349 4036. Mayli aka, bozorda bersin. Mana keyingi mashinamiz 2009-yil aka. 2009-yil. Matiz. To'rttalam yaxshi bolalar qo'yilgan ekan. Bolalarda o'rtacha holatda. Masalan holatlar. Lux Vescanisalar ekan bu. Metallari bu. Aka yurgani qancha? 275 mi yurgan? Narx holatlari. Puli yengil. So'ragan obunachilarimiz uchun Matiz. Ya bu qaraverasiz. Kraska xillari bor ekanmi? Bu urilgan joylari yo'qmi? Asfalt bo'lgan, ha? Urilgan joylari yo'qmi? Urilgan, bitta bu yonbosh urilgan, to'g'langan. Ha. Ichi o'tmagan, ha? Yo'q, yo'q. Narx qancha ekan? 2700. 2700, ha? Aka, narx pul bo'lsa qanchalar bitta? 30 milliondan so'm beramiz. 30 million so'm, ha? Telefon nomeri ayting. 33lik 090 1906. Mayli aka, bozorda bo'lsin. Keyingi avtomashinamiz 2012-yil Matiz Lux konditsioner betonlagan shuni. Aka bu konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi, ha? 2012-yil motorda. Bolalar. Bolalar yarim chiqib o'tdi. Tonirovka qilgan shuni. Aka bu tonirovka qanchaga ruxsat bor? To'g'ri ruxsat bor. Tonirovka to'g'ri ruxsat bor aka. Benermayt qilib qo'yilgan masalan holatlari. Yurgani 200. Aka 244 mi yurgan, ha? 244 mi yurgan aka? 15 tali beton bolalarga. Bitta registratorlar qo'yilgan. To'rttala parametr diskalar qo'yilgan. Aka bu narx qancha ekan? 3100. Narx pul bo'lsa qanchalar bitta aka? 3000 ga bitta narx pul bo'lsa, 3000 nafasi bo'lmaydimi aka? 2800 ga bermadim bitta. 800 bermadi. Yo'q. Kraskalar bu. Eshigiga kirilo kapot. O'ng taraf, chap taraf, ha? Eshik, kirilo kapot, ha? Ichi o'tmagan kapot. Yo'q, yo'q. Tekshirib olaveradi. Bo'lish qancha aka taqilgan? Taqilgani 3000 aka. Sizlarni подписчиlarsiz kelsa 2800 da bo'ladimi aka narx pul bo'lsa? 2800 bermadim aka. 2900 da. Ha. Telefon nomeri ayting. 77lik 262 46 46. Mayli aka, bozorda bo'lsin.